Qanday qilib men g'urbatxonaga tushib qolganimizga aytib beray, hammasi mana shundan boshlandi. Kechqurun o'ynab kuldik, mazza qildik. Kechasi 2ga borib, ko'nglim aynib, qusib, chichar bo'lib qoldim. Onamdan endi ona sutlarim og'zimdan ham ko'timdan ham kelib ketdi. Keyin zudlik bilan больницаga tez yordamda bordik, lekin biz olmadi. Ertalab 8gacha kutib, boshqa больницаga bordik. Nimaga olmagan sababi? Chunki biz yakshanba kuni kasalxonaga bordik. Men yakshanba kuni kasal bo'ldim. Yakshanba kuni hamma joyda больницаlar yopiq bo'ladi, faqat shoshilinchlar ochiq bo'larkan. Bitta больница ochiq ekan, shu yerga keldik, o'zi ham g'urbatxona ekan bu yer. Kelishim bilan menga suv ulab tashlashdi 1 litrlik. O'ziyam bir kun kechgacha oldim, kechqurun ya'ni uladi. 3 kun yotgan bo'lsam, 3 kun tinmay shu suvni oldimda, o'ziyam ko'timdan ham shu suv chiqib ketdi. Buni ichayotgan, ichini qopirish kerak deb ichimni qotirib tashlagan. Endi ich o'tkazadigan dori ichib yuribman. Buni qarayini, shunaqasi ham bo'ladimi? Shunaqa qilib bu yerda 3 kunimiz qanday o'tdi? O'zimiz bilamiz, onam biladilar, Alloh biladi va biz bilan birga yotgan otamlar biladi. Birinchi bo'lgan kunimiz bizni qo'yxonaga qamaganday 3 kishilik xonaga qamab tashlashdi. Mana xonamizda ahvoli ko'rishingiz mumkin. Kimdir to'sganday to'sib tashlashga hamma yog'i. Keyin ertalab bo'ldi bir narsa qilib, keyin yangi xonaga ko'chdik, o'zimiz yayrab kulib bitta xonada o'ynab yashnadik. Больницада hamma qulayliklar bor, zo'r ekan, lekin o'sha xonaga tiqib qo'ygani yomon bo'ldi. Hattoki multfilm ko'rgan televizor ham qo'yib berishdi. Mazza qilib yayradim. Onamni yerga tepib tushirib, o'zim mazza qilib divanda yotdim. Onam nima aytdi? Bemahal mehr tovlayapti menga. O'zlaricha ta'sirli video olaman deb o'ylab optala shekilli asli zerikkandan kelib sekin mani quchoqladi. Bir chiroyli televizor ko'rib o'tirgan qizsa va shunaqa bezovta qiladi, keyin yig'lasa hammaga mandan noliydi. Mani qizim yomon yig'laydi, mutita qilib. O'zim ham bir chiram bo'lib o'tiraman, aqlli, hushli bo'sab. Onam o'zi kelib teginadi, keyin kutim qichitgandan keyin men uni kutini qichitaman. Mana kutim qichida ko'chaga yugurib chiqib ketdim. O'zim arabamni sudrashib yurgan hammaga yalinib yuramanman, yur aqa bor, yur baqa bor deb o'zim yitalab o'zim ketayaraman. Qisqasi keyin mandarin achib yeb, menga bermaydi, sen ichutga ichib qolsan, ichib qo'ysan yeysan deb. Berchi man aqqa yeyman, ko'rasan ichimni tadim o'tmaydim deb mandarin yedim. Shunaqa qilib, mana ovqatlarimizni aytib ketay. Ovqatlarimizga guruch, sho'rva, balchiq sho'rva, bir balo sho'rva. Shunaqa qilib kimchi qilib beraverishdi. Menga faqat guruchni suvga qaynatilganini berishdi. O'lib qolay dedim, o'zi ham oxiriga yemay qo'ydim. Teskari qarayapman. Ovqat shu ham ovqat endi o'zing aytingchi. Na tam bor, na tuturuq bor. Doim zerikkanimda ko'chaga aylangan chiqib ketadigan bo'ldim. Onam uxlab qo'yganda sekin arabamni sudrab ketib qoladigan bo'ldim va uyimni kelib olib, onamni kuydirdim. Suvlan o'tirgan endi o'zim bemalol xohlagan joyimga bora olmayman va charchadim, rosa charchadim.